Xudo xolasa Shoptol ko'chatlarimiz zakazga beryapmiz do'stlar. Shoptolning juda yaxshi narxlari bor. Ko'chatlarning holati ham zo'r. Hozir pastdagi tomillarni ko'rsataman. Tomillari yana zo'r holatda chiqyapti. Mana qidiqda shakl bergan, qidiqda pastda shoxlari ham mana butol olmagan. Ko'p do'stlar. Shoptoli 1 yillik novdada meva beradi. Ko'p do'stlar mana shular hammasi 2 tarliklar meva hisoblanadi. Bizning kanalda sotib olishingiz mumkin. Juda ko'p Shoptolning yaxshi narxlari bor. Xudo xolasa dastlabkilar qilib beramiz. Bugundan zakazlar chiqaryapmiz. Mana. Xo'jaligiga kim ekmoqchi bo'lsa, Shoptoli yaxshi bo'ladi. Sababi kichkina joylarda ham Shoptoli barpo qilsa, yaxshi daromadga erishish mumkin. Xudo xolasa xalqimiz, yurtimizni dasturxoniga chiroyli, sifatli Shoptoli mevalarni fermerlarimiz, dehqonlarimiz yetkazib beradi. Biz bularga xudo xolasa sifatli ko'chatlarni, shashli navlarni chiqarib beramiz. Ana do'stlar, mevalar ko'p do'stlar. Birinchilik to'la meva ana. Pishgan kalti. Mana bu ko'chirmaganlarni ham ko'p ko'rsating. Mana. Mashlar hammasi meva hisoblanadi Shoptolda. Sog' bo'lasizlar. Videoni Shoptolga qiziqqan do'stlarga tez jo'natamiz. Like'dan bosamiz.